Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, xayrli kech hammalaringizga. Bugungi aytadigan videomiz, ya'ni bugungi aytadigan hikoyamiz qayg'uriroq bo'ladi. Buni nom qo'yganman men, unga o'zlaringiz nom qo'yib olsangiz bo'ladi. Gapni cho'zib o'tirmayman. Hikoyani boshlashdan oldin hikoyaning nomini men she'r qilib, to'rtta she'r qilib qo'ydim. Gulni gulim degandim, tikonlari bor ekan. Seni yorim degandim, xiyonating bor ekan. Bir yigit umri bo'yi hech qanday qizni sevmasligi va hech qachon qizlar bilan butun umr birga qolishiga ishonmas ekan. Bu ishonchsizlik unda balog'atga yetgunga qadar davom etdi. U kuni bo'yi hovlisida jonzotlariga qarar va uy ishlari bilan band edi. U o'ziga yarasha bilimga ega, odobli, axloqli, kattalarni hurmat qiladigan yigit ekan. O'zining mahallasidagi qizlar unga qancha shirin so'zlar va mehrlarni ayashmasa-da, bu narsalar uning diqqatini tortmas ekan. To'g'ri, siz uni kasalmi yoki qandaydir dard bilan chalinganmi deyishingiz mumkin. Ammo siz bunday o'ylasangiz juda qattiq adashgan bo'lasiz. U soppa-sog' edi. Ammo o'zining o'sha yoshligida bergan ahmoqona va'dasidan chiqa olmas edi. Nega axir? Sababi bolalikda bir voqea, shunday hodisa bo'lgan ediki, u o'ziga o'zi va'da bergan edi. Bir vaqtlar uning o'zidan 10 yosh katta akasi bor edi. U akasi bilan juda baxtli hayot kechirar edi. O'ynab kular, bolaligining beg'ubor damlarini o'tkazar edi. Bu damlarni u haligacha hayotida, qalbida saqlab qolgan edi. Ammo akasi bir kuni boshqacha bir ahvolda uyiga qaytib keldi. Bu ahvolni ko'rgan uka akasidan nima bo'ldi deb so'rashga botina olmadi. U yosh bola edi-da, akasining ahvolini tushunmasdi. Ertasi kuni akasining suvda cho'kkan jasadini daryodan topishdi. Aniq bo'lishicha, akasi bir qizni juda qattiq yaxshi ko'rgan. Qiz ham akasini yaxshi ko'rgan, ammo bir kuni ular janjallashib qolishib, qiz akasiga boshqa ko'zimga ko'rinma, men boshqasiga turmushga chiqib ketaman degan so'zlarni aytgan. Oradan ancha vaqt o'tdi. Bola juda katta shaxs bo'lib ketdi. Akasining qilgan bu aybini haligacha tushunmasdi. Chunki unga aytishlaricha akasi o'sha qizning aytgan gaplaridan so'ng juda og'ir ahvolga tushib qolgan va o'z joniga qasd qilgan. Bola shundan buyon ayol zotiga ishonamas, sevgi degan narsani o'zining qalbiga sig'dira olmasdi. Vaqtlar o'tib, aytganimdek, u katta shaxs bo'ldi. Oliy ma'lumotli katta shaxs va korxonaning egasi bo'ldi. Rahbarga aylandi. Ammo haligacha o'zini juda ham yolg'izligini bilar, ammo buni nimadan ekanligini bilmas edi. Kunlardan bir kuni u ko'chada yolg'iz sayohat qilar ekan, bir kampir uning oldiga kelib, o'zidan o'zi gapira boshladi. Boshqalar o'zini oz bo'lsa-da baxtli qilib bu dunyodan rohat ko'rsa-yu, kasrga qolgan ikkinchi baxtsiz inson nima qilsin deya ketibdi. Yigit buni boshida tushunmabdi. Keyin bu gaplar haqida kechasi bilan o'ylab chiqibdi. Akasi bu hayotda u qiz bilan ozgina fursat bo'lsa-da baxtli bo'lganmi yoki shunga o'xshash qandaydir narsa bo'lganmini bilish uchun qizni axtarib topishga qaror qildi. U o'zi uni o'sgan mahallasiga borib va qizni ham o'sha mahalla atrofida yashaganini biladi va qizni topib qayerga turmushga chiqib ketganligini izlabdi va uni topibdi ham. Borsa u qiz turibdi. Qiz endi turmushga chiqqan ayol kishi bo'ldi. Unga salom deb ismini so'radi. Men falonchining ukasiman. Boshida u tanimabdi. Ha, shunday, nima edi dedi. Meni sizga bir ikkita shaxsiy savollarim bor. Iloji bormi, siz bilan gaplashishga vaqt topsangiz bo'ladimi degan savolni. Boshida qiz unga o'ylanibdi, tanimabdi. Ular bir chetga o'tib, bolaga o'tab turishni taklif qilgan qiz birozdan so'ng qaytib kelib, yuz qo'lini yuvib qaytib keldi. Bolaga kimligi haqida so'radi. Bola aytibdi, men shuning ukasiman. Boshida tanimabdi. U keyin bo'lgan voqealarni aytib berdi. Qizning ko'ziga deyarli yosh kelgan edi.
Bolaning gaplari qizning yuragiga juda qattiq ta'sir etganmi, u indamasdan hayot surib qoldi. Bola qizga yana savol beribdi. Sizga savol. Akam bilan birga bo'lganingizda biron marta bo'lsa ham qandaydir narsani his qilganmisiz deb savol berdi. Qiz aytibdi. Akasi bilan bo'lgan vaqtlari hayotidagi eng ajoyib damlardan biri edi. Chunki uning qalbida akasiga bo'lgan muhabbat haligacha saqlanib qolgan. Ammo arzimagan narsa deb akasining bu ishni qilishini qiz xayoliga ham keltirmagan edi. Shundan so'ng bola bor haqiqatni bilibdi. Qizga gapirishga so'zlar bor, ammo qiz bu so'zlarni eshitmayotganini bilibdi. So'ngra o'rnidan turibdi-da, ketibdi. Bu haqiqatni bilgandan so'ng bola o'ziga mos juft izlashni boshladi. Bu haqida u bilmas, urushganlardan so'ng haqiqatda ham turmushga chiqqan, hozirgi hayot unchalik yaxshi emasligini qiz aytib bergandi. Bola undan akasi bilan bo'lgan ba'zi paytlarni, akasi qanday holatda ekanligini undan so'rabdi-yu, men akasi holatini so'rabdi. Qiz o'sha hayotini aytib bergani, bolaning hayoti ko'z oldidan o'tdi. Shuncha umri davomida bironta qizni hayotiga kiritmaganligi va bironta qizni juft tanlamaganligi o'zidan afsuslandi. Chunki yosh o'tgani sari inson aqlli bo'lib borishi uning xayoliga kelibdi va uning tanlovlari ham juda murakkab bo'lib borishi uning xayoliga keldi. Bor haqiqatni bilgan yigit qiz bilan xayrlashdi. Endi o'ziga ham bir juft izlashga qaror qildi. U ancha ulg'aygan edi. U yosh bola emas. O'ziga mos qizni topa olmadi, izlab. Chunki inson qancha aqlli bo'lsa, boya aytganimdek, xato qilishdan qo'rqadigan bo'lib qoladi. U bir kunga yana o'sha xiyobonga yolg'iz sayohat qila boshladi. Sayohat qilayotgan ekan, gullarga ko'zi tushibdi. Bir chekkada gul do'konida gullarga ko'zi tushibdi. O'sha gullar akasi bilan kezayotgan bog'lardagi gullarga bir xil ekan. U o'ychan ahvolda ko'zlariga yosh kelganini ham bilmay qolibdi. Bunday yig'i insonda havo yetishmayotgandek ko'rsatadi go'yo. Yigit yerga o'tirib qoldi. O'sha yerdagi gul egasi bir sotuvchi qiz ekan. O'sha gullarning egasi bir sotuvchi qiz ekan. Qiz kelib, "Nima bo'ldi sizga? Ahvolingiz qanday? Yaxshimisiz?" degan savollarni yigitga berdi. Yigit ingrashdan boshqa, ya'ni havo yetmaganidan yig'layotgan, ko'zlaridagi yosh kam bo'lsa-da, yuragi siqilganidan, hasratdan indamay qoldi. Chunki uning hayotida akasida chiroyli hayot kechirishga haqli edi va chiroyli juft topib, bilan baxtli bo'lishga, birga bo'ladi deb yoshligida ham xayol surgan. Hozirgacha bu xayollarni tinch qo'ymasdi. Yigit o'ziga kelibdi. Qiz unga suv olib chiqib berdi. Suv olib berib chiqdi qizga, qiz unga suvni ichishni aytdi. Yigit suvni ichib va o'ziga keldi. Qarasa, u qiz juda aqlli, sodda, xuddi o'zi xohlagandek qizni topgandek bo'ldi. Ammo yigitni aytganimda yoshi ulg'aygan va birdaniga u qizga ishni, ya'ni u taklifni aytmadi. Kuzatibdi, vaqtlar o'tib kuzatibdi. Yigit qizni kuzatar ekan, o'zini oddiy yigit qilib, shu atrofda undan har kuni ko'radigan bo'ldi. Vaqti bilan uni kelib kuzatadigan, atrofdagi insonlarning muomalasi, u insonlarga bo'lgan muomalasini kuzatibdi va qizga sevishini aytdi. Qiz esa yigitga rad javobini beraverdi. Yigit alamzada, nega? Menda biron kamchilik bormi deb o'zidan o'zi o'pkalandi. Bir kuni qiz kechqurun do'konni yopib ketayotganida yigit uni oldiga bordi va qo'llaridan ushladi. Va yuzlariga qarab, nega mening taklifimni rad etyapsiz? Nega meni biron joyim sog'lommi yoki men sizga nimam yoqmadi degan savolni berdi. Qiz aytibdi, men sizday insonni uchratganimdan hayotimda xursandman. Agar imkon bo'lganida men sizga albatta turmushga chiqar edim. Yigit bu savolni eshitib hayron qoldi. Nega degan savol yana berdi. Ammo qiz nega degan savolingizga javob bera olmayman deb ketdi. Va shu kundan beri u do'konni ishlatmay qo'ydi. Yigit o'ychan, oylar o'tibdi. Hatto u qizni izlab topishga qaror qildi oylar davomida. Chunki u haqiqatdan ham birinchi marotaba yuragini jizillata oladigan, yuragi ilita olgan qizni topgan.
U qizning uy-joyini topib bordi. Topib borsa, odamlardan so'rab so'rasa, u qiz betobligi, og'ir yurak operatsion jarrohligidan o'tishi kerakligi, agar undan tirik chiqsagina 1% dunyoda 1% odam tirik qolishi haqida xabarlar bor. Yigit buni eshitib juda qattiq xafa bo'libdi. O'kirib, baqirib yig'labdi. Ammo buning foydasi yo'qligini tushundi. U kompaniyasidagi jamiki mablag'ni insonlarga, ya'ni o'sha ishchilarga hisoblashni buyurdi. Qiz operatsiya qildirish uchun esa qizga donor kerak. Yigit yashirincha qizni kuzatibdi. U kasalxonada yotar ekan, yigit iztiroblar ila uning sekin so'nishini ko'rayotgan. Operatsiyaga 10 kun ichida donor topilmasa, qiz halok bo'lishi haqida doktorlar gapirdi. Bola o'zidagi kerakli mablag' topdi va donor iziga kirishdi. Vaqtlar o'tibdi, 9-kun, oxirgi kun operatsiyaga agar donor topilmasa, qiz halok bo'lishi, qizning ahvoli juda og'irlashdi. Va donor topildi. Qizni operatsiya qilishdi. Qiz 3 kun ichida o'ziga kelibdi, koma. Keyin o'sha ko'z sozlagan do'koniga qaytdi. Haligacha u bolani kutar, bola ketib qolganiga ishonmas va bolani kutar ekan. Bir kuni bolani orqasidan yurgan bir kuzatuvchi ishchini qiz ko'rib qoldi va bolani ahvoli nima bo'lgani haqida so'radi. Xo'jayiningiz qanday? Ko'nish bermayapti, yaxshimilar deb so'radi. Ammo boyagi ishchi kayfiyati tushgan holda shunday javob berdi. Esingizda bo'lsa, sizga donor topilgan. Ha, kimligi topilgan haqida aytishman. Yo'q. Sizning yuragingizda, sizning qalbingizda ko'ksingizda urib turgan yurak, bu mening xo'jayinimning yuragi. U oxirgi kuni donor topilmaganligi sababli, hatto pul bilan ham donor topilmaganligi sababli o'z yuragini sizga berishga qaror qildi. Bundan qiz yuragidagi dard va alamni hech kimga aytolmadi, ammo yig'lab o'tirdi. Shunday insonlar bor ekan, hatto o'zining qalbini ista olgan insonni, qalbiga topa olgan insonni jonini berishga tayyorligi, hatto ozgina baxtni his qila olgan inson uchun o'z hayotidan voz kecha olishi. Agar u ishni qilmaganida, u butun umr azob chekib o'tishini bilgani uchun qizning yuragida doim urib turishi va uning qalbida bo'lishini belgisi sifatida anglagan ekan. Hikoyamiz shu yerda nihoyat topadi. Sal g'amgin hikoya. Endi bu hikoyaga bir yurak tarixi desak ham bo'ladi. Nom qo'ysak ham. Rahmat hammaga. Bundanda yaxshi hikoyalarni aytishga davom etishga harakat qilaman. Obuna bo'lib qo'ying va layklarni